Özbek ve Türkmen dillerinin qaysi derecede makamı barlığı ve qiyinchiliklar, kemchiliklar ve hem de bu dilleri nadip östürmek hakta seminer geçip dur. Elbette bilirsiniz yani bu xeyli ilmi, tahqiqi seminerler her bir dilin ösüşünde, onun miyari bolmağında ve tevzia tapmağında ulu nakşı var. Şunun yani Türkmen ve Özbek dilinin qiyinchilikleri, kemchilikleri bunu dergelip dur ve alimler ve muhakkikler tarafından köp çoğur surette her tamanlama bu dergelip dur. Şol münasebet bilen köp bir yaxşı makalalar mecmuası hem çap oldu ve yani bu iki dili östürmek barada hem devlet tarafından ve hem hususi nahatlar ve ilmi şahsiyetler tarafından bu aladalar gidip otur. Benim fikrimce şu ile seminerler ve workshoplar Özbek ve Türkmen dilinin ötüşünde ve bir miyari ve dünya derecesinde bir ilmi dil derecesine yetmegine çok tasiri var ve nakş oynuyor. İlmi seminerimizga online Avrupa mamlakatlaridan, Osiyo mamlakatlaridan ve Afg'onistonning turli viloyatlaridan ustozlarimiz, azizlarimiz, do'stlarimiz ishtirok etib o'z fikrlarini aytyaptilar. Ancha muhim masalalar hozirga qadar sizni bizni esimizdan chiqib qolgan masalalar tilga olindi. O'zbek tilining muammolari, o'zbek tilining yutuqlari, o'zbek tilida qilingan ishlar va qilinajak ishlar nimalardan iboratligi hammasi panelistlar tomonidan tilga olinib o'tdi. Bu yerda asosiy qonunda o'zbek tiliga 3-chi rasmiy til sifatida haq va huquq berilgan, ammo hozirga qadar ana shu haq va huquqlar alohida bir qonun asosida amalga oshishi aytilgan u ana shu qonun ishlab chiqilmagan. Biz hozir butun kamchiliklarni hammasini deylik davlatga ham to'nkab qo'ya olmaymiz. Davlat bizdan fikr mulohaza so'raydi, bizdan kadr so'raydi va bizdan harakat. Ammo bizning o'zimizni deylik shu o'zbek turkman jamoamizda ham o'ziga yarasha kamchiliklar bor. Biz til sohasida ancha